Bu videomiz mana bu tekin qo'shilgan, ya'ni bomba xizmati ichida bo'lgan tekin bot yaratish haqida bo'ladi. Nimaga ko'plab foydalanuvchilardan qanday qilamiz degan savollar tushyapti. Shuni hozir ko'rsatib beraman. Buning uchun birinchi bot fazerga kirib olamiz. Bot fazerda hamma bilsa kerak. Chetdan new botga boramiz. Bironta bot yaratamiz. Endi nima deydik? Mashina nakrutka deylik prosta. Endi bu yerga mashina nakrutka deb yozamiz. Oxiriga bot yoki robot qo'shamiz. Mana bu bo'sh ekan. Endi mana shuni o'zimiz nusxa olamiz. Keyin buni mana bu joyga kiramiz. Bizning botga bu joydan mana xizmatlar bo'limiga kiramiz. Bomba xizmati ustiga bitta bosamiz. Tekin nakrutka bot ochish. Birinchisi buyurtma berish. Bitta buyurtma berish mumkin, maksimalniy, minimalniy holatda ham. Endi bu joyga havola degan sizlar kanal yo biror narsani havolasini tashlab qo'yasizlar ekan. Buni shunday qilamiz. Endi mana bu oxiriga mana shu bot tokeni bo'ladi. Endi oxiriga kuchukcha qo'yamiz. O'zimizda ID raqamimiz. ID raqam qayerdan olamiz deb turganlarga xo'sh. Men hozir ID raqamni ko'rsataman. Sozlamalarga o'tamiz. Mana bu yerda ID raqam bo'ladi, plus ishlatadiganlar uchun. Mana shu IDni nusxalab oldik, yana mana bu joyga qo'yamiz. Mana tayyor. Shuni jo'natib qo'yamiz. Xo'sh, endi bu joydan tasdiqlashga bosamiz. Bo'ldi, buyurtma qabul qilindi. 1 minut ichida ishga tushadi. Masalan, hozir bot fazerni ko'ramiz. Mana bu botida. Hech narsa bo'lgani yo'q, hozircha kelgani yo'q. Hozir 1 minut kutamiz. 14 bo'lishini kutib turamiz ozroq. 1 minutdan vaqt ketmaydi sizlarni. Xo'sh, hozir ishlab ketadi. Bu qiyin ish emas. Sizlar kanalda silgalarini, keyin bot silgasini shatob qilib tashlab qo'yasizlar ekan, unga API token kerak bo'ladi. API tokenni bot fazerdan olasizlar. Xo'sh. Buyurtma 97 ekan. Kutilmoqda. Xo'sh. Mana bu botda ham yasadim o'sha prosta yasalgan mana nomi ham qo'yasizlar. Oddiy. Mana shunday holatda bo'ladi. Mana ishga tushdi. Ko'rasizlarmi? Mana bu joydan bo'ldi, shu 1 minut vaqt ketadi, xolos ko'p bo'ladi. Shu sog' bo'lasizlar.